Assalomu alaykum hurmatli dehqon bobolar. Men Samarqand viloyati Paxtachi tumani Oqtepa mahallasida yashayman. Mening kichikroq chorva fermerligim bor. O'g'it qimmatligi uchun mana shu bug'doy dalamizga o'g'it sepolmay qiynalib turgan vaqtimizda YouTube kanalidan men Farg'ona viloyati Marg'ilon tumanidan video ko'rib qoldim. Video ko'rib qoldim. Shunda men Bahodir aka degan kishi bilan bog'lanib mana shu preparatdan oldim. Bu preparat 600 litr suvga 10 litr solinib sepilar ekan. Men shundan sepib, o'g'itsiz mana shu preparatdan sepib, mana shu natijaga erishib o'tiribman. Agar oldinroq bilganimda buni 2 marta qo'llaydim bu dorini, bu preparatni. Natija yaxshi. Bug'doyim o'smay, rivojlanmay, kalta bo'lib, samsariq bo'lib, sarg'ayib turdi. Men shu bir marta sepganim natijasi mana shu bug'doy ana shunday holatga keldi. Sizlarga ham tavsiya qilaman, ana shu preparatdan olib sepishlaringizni. Bu juda yashnatuvchi zo'r preparat ekan.